Gapiravering bo'ladi yo olsam bo'ladi. Gapiravering. Mana bunisi bu fitilniy filtr, suvni filtr hisoblanadi. Buni to'ldirayotganda shu maksgacha to'ldirish kerak. Undan u yog'ini to'ldirib yuborsa, anaqaga zarar yetib qolishi mumkin o'zi. Anaqaniki o'ziga, очиститель o'ziga. Undan tashqari bu yerda yana etiketsiz bo'ladi, bilmayman, bu yerda ionizatор bor. Ionizatор anaqa yomg'ir yog'gandagi svejiy havo chiqadi-yu. Nima? Ha, mana mashina narsasi. Bu o'shanga javob beradigan narsasi. Bu fitilniy filtr deydi. Suvni filtri imенно o'zida rjavchinalarni, bakteriyalarni, hamma narsasini o'zi ushlab qolib, toza havo chiqarib beradi. Mana bu yoqdan o'zi havo chiqadi. Mana bu suv bo'lgan hisobiga, mana bu влажный bo'lganiga, o'ziga suv tortgani uchun mana bu yoqdan havo urib turib, bu yoqdan svejiy havoni chiqaradi. Влажный havoni chiqaradi. Xo'p. Bularda yana qo'shimcha yana suvni tozalash uchun plus увлажнить anaqasi ultrafiolet ham qo'yilgan. Bularda и plus yana hamma datchik ko'rsatadi. Bu уровень увлажнениyani ko'rsatadi. Xonani помещениyaning уровень увлажненияsi bu PM2.5 hisoblanadi. Bu xonani kirligini ko'rsatadigan indikator. Bu narsasi. Xo'p, hozir bu narsasini ko'rsatdim. Men hamma knopkani tushuntirib ketaman. Yoqib o'chirish. Bu anaqa nima? U skorsini belgilaydigani, uchta skors bo'ladi o'z bunda. Men ultrafiolet yoqib o'chirishli bu. Xo'p, bu timer. Bu avto anaqasiga avtoni bosib qo'yiladigan bo'lsa, o'zi bu xonani tozalab, o'zi turaveradi. Mana bu yerda yashilgacha chiqqungacha bu tinmasdan ishlab anaqa turaveradi. Yashilga chiqishi bilan o'zi bo'ladi, sekinlashtirib, anaqa qilish boshlaydi. Avto rejim hisoblanadi. Bu yerda filtr anaqasi, filtr nima endi? Qachon filtr almashtirish kerak bo'lganligini olgan tachikdan o'zi bilib olsa bo'ladi. Tachik o'zi beradi. Migatsiya qiladi. Almashtirgandan keyin mana shu knopkani 5 sekund bosib turilsa bo'ladi, o'chadi. Anaqasi. Xo'p. Bundan tashqari yana orqa tarafida filtrni hozir ko'rsatib qo'yaylik. Защитный skochi bo'ladi. Xo'p. Anaqasi filtri bu. Anaqasidan mana. Bu filtri birinchisi o'sha предварительный filtr. Mana bunisi. Keyin bu yerdan o'sha защитный filtr bo'ladi. Ana HEPA filtrga keyin HEPA filtri ichida. Undan keyin ko'mir filtri. Xo'p, bu katta chang yutib qolsa, HEPA filtri уже 99.5 butun foizda anaqasini ushlab qoladi. Changlarni o'zida ushlab qoladi. Bu уже keyin mana bu yerda ko'mir filtri, uгольный filtri hisoblanadi. Bu o'ziga неприятный запахlarni, sigaret bo'ladimi, oshxona nimadir yomon hidlar bo'ladimi, bu o'zida ushlab qoladi. Ko'mir filtri. Xo'p, buni yuvsa bo'lmaydi. Buni yuvsa bo'lmaydi, sababi bu yoqdan havo tortadigan motor mana bu yerda turadi. Unga уже влажный yig'averadigan bo'lsa, уже motor zararlantirib, motorini keyin almashtirishga to'g'ri kelib qolishi mumkin. Xo'p, mana bu yerda qo'yayotganini ham o'zi ko'rsatib qo'yibdi. Qo'yilayotgani olib qo'yiladi. Bunaqasiga emas, chunki bu yoqdan havo kirib turib, tepaga chiqarib yuboradi, havoni tortayotganida. Xo'p, bundan tashqari yana aniq qilish uchun nom inglizchada fotokalips deydi anaqasini. Bu yerda ham как ultrafioletga o'xshab turib, yonib turib, очистка qilib turib, havoni ichiga yutirib yuboradi. To есть, mana hamma filtrdan o'tib turib, bu yerda yana ultrafioletdan o'tib, toza havo yana chiqaradi. Shu narsalar bor. Mana PMning indikatori. Chang indikatorining anaqasi. Filtr almashtirayotganda anyadagi filtr ham mana ha, bittada almashtirish kerak bo'ladi filtrni. Bitta paytda servisimizda sotiladi, bemalol olsa bo'ladi. Xudo xohlasa yaqin kunlarda do'konimizda ham sotuvga keladi filtrlari. Filtrlardan muammo yo'q. Bemalol sotib olsa bo'ladi, chunki filtri bularning o'z yuragi hisoblanadi. Filtrsiz bu apparat emas.